To'g'ri. Bugun omading bor ekan. So'ra, xohlaganingni beraman. Menga bera oladigan narsang yo'q. Istanbulga elchi bo'lishni xohlaysanmi? Xohlaganimda allaqachon bo'lar. Yaxshi. Unda men uchun ishla. Men hech kimning amri bilan ishlamayman. Nima xohlaysan? Chaqirni sen o'ldirtirding. Yo'qning qasosini oladigan odam Lazio. Shuning uchun borib Lazioga qilganlaringni aytib berasan. Va beradigan jazosiga rozi bo'lasan. Menga tushunib beryapsanmi? Boshqa yo'l bilan yashashga imkoniyating yo'q. Omading kelib turgan. Omadingni yo'qot. Men o'limdan qo'rqmayman. Qo'rqadigan hech narsang yo'qmi? Bo'lganda bu yerda bo'lmas. Advokat qizni yo'qotishdan qo'rqmaysanmi? Sen Meralni yo'qotishdan qo'rqqaningdan ko'ra ozroq. Umring bugungiday uzun emas. Borib sevgilingdan vidolash. Ertani ko'rmaysan. U esa ertaga seni ko'radi. Bomdod azonini Avuz boshqarma masjidi oldida eshitdim. Yangi kunni o'sha yerda qarshi olaman. Nima kelsa, o'lim bo'lsa ham rozi.